bo'layotganini ham aytdim. To'y datasini bilib olasizlar. To'y datasini bilib olasizlar. Do'stlar, eksklyuziv intervyu. O'zbekistonning eng taniqli o'zbek Rapunzeli Bonu nechta pul ishlab topadi va qanday bunaqa muvaffaqiyatga erishdilar. Hammasini bilib olamiz. Bonu, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishganimdan xursandman. Xursandman. To'liq ismingiz Mehriniso Bonu ekan. Shunaqa. Rostdanmi? Shunaqa. Bu Instagramdagi shuning qisqa Bonu. Da. Cho'zilib ketmasligi uchun Bonu Ikramova. Chirchuda tug'ilgan ekansiz. O'rta Chirchu. O'rta Chirchuda. Yoshlikdan ot haydar ekansiz. Hozir ham haydab turar ekansiz. Shunaqa. Eng yaxshi ko'rgan otingiz cho'kib, olamdan o'tib qo'ygan ekan. Afsuski, bunaqa ma'lumotlarni bilishlariga вообще hayron qoldim, qattan bilasiz. Nimaga jinsiy travma bo'lgan bu? Ko'zingiz oldida o'lganmi shunda? Da, ko'zim yonida o'lib qolgan. Ya'ni o'sha o'lganini men ko'rganman. Men nimanidir men o'zi vahshiy hayvonlarga juda ham anaqa odamman, nima deydi? Odamlarga rahmim kelmasa ham hayvonlarga juda ham rahmdil insonman. Hayvonlarga imенно. Shu narsani o'zim ko'rganimdan keyin prosta otlardan uzoq yuradigan bo'lib qolganman, lekin shu mehr muhabbat yillar o'tib baribir yana uyg'onib qaytdi. Da, bitta o'rtog'im sababchi bu narsaga. Qarang, men shokdaman. Bonu ko'rinishdan takoy yoshgina qiz, lekin qora belvoy ekansiz. O'zbek jang san'ati bo'yicha eng qizig'i, trener bo'lib ishlagan ekanlar. Shu paytgacha mana Mittili komandasiga kirishdan oldin asosiy pulli trener bo'lib ishlagansiz, to'g'rimi? Bolalarni, kichkina bolalarni chempion qilgansiz. Kichkina, katta, ya'ni bog'cha bolasidan boshlab o'zimdan 3-4 yosh kichkina bo'lishi kerak. Qo'yil. Shunaqa. Oddiy qilib aytganda tashashni bilasiz. Yo'raman, aka. Yo, seriozni. Da. Urushganmiz, qachon oxirgi marta urushgansiz? Xo'p, oxirgi marta urushim, adashmasam, kollej bitirganimdan 2 yil o'tib qolgan. Qanaqa bo'lgan? Men hech qachon qizlar bilan urushib ko'rmaganman. Ну, точнее, ko'chada demoqchiman. Faqat bola bilan urushib ko'rganman. Bola bilan. Nima bo'lgan? Kimmi? Nima deb o'ylaysiz? Seriozni. Seriozni aytadigan bo'lsa, prям seriozni urushga aylanib ketmagan, lekin o'zimni himoya qilishni Xudoga shukr shu paytgacha. Shapaloq berib qo'yganman. Boshqa? Ayyo, unchalik qizlarga o'xshab urishmayman lekin. Ben bolalarga o'xshab. Seriozni urisham. Urgansiz bolani. Seriozni. Yozib yuborishgan. Yo'q, hazil emas. Hazildan tashqari aytdim. Qo'yil, mana shunaqa do'stlar Instagramdan ko'rib gap yo'q, отдельный respekt bunga, sportsmen ekansiz, uni ustiga shu ot sport bilan shug'ullangan ekansiz. Buni aniqladik. Shu Mittili komandaga kirganingizdan keyin Instagramingizdagi skrinlarni ko'rsatamiz, millionlab prosmotrli, storiesingizni o'zini 300 mingta odam ko'rar ekan. Deyarli O'zbekistonda qiz blogerlarning ichida eng faol Instagram akkauntlardan biri deb ayta olaman aniq. Stories post narxi necha pul? Xo'p, stories $400. Post $1200. $1200. Qanaqa hayot o'zgarib ketdi bunaqa? Juda ham tez o'zib ketdi Instagram podpishchilari shu. Juda ham tez o'zgarib ketganidan hayotim o'zim anglab ola olmay qoldim, tushunib ola olmay qoldim. Tushunmayapsizmi? Yo'q, уже нормально, уже tushunyapman. Уже tushunyapman. Ya'ni tushunmay qoldim degani, qanaqa qilib, nima qildim shunaqa bo'lish, nima, mana shunaqa bo'lib qoldim-da. Atak hammasi joyida, chunki yonimda o'sha 5 ta qalqonday akalarim bor. Ular menga qalqonday akalar bu Mitti, Ulug'bek, Ulug', Aziz, Murod, Rahim akam. Grit, Abdurahim, adminim va Abdulla aka. Abdulla akalar, Alisher akalar hammasi oyiga taxminan necha pul ishlab topasiz? 10 mingdan ko'pmi? Yo'q. 5 mingdan ko'pmi? Haroq. Haroq. Oyiga расходga necha pul ketadi? Endi qizning ishlari ko'prog'i baribir. To'g'risini aytdim, вообще ko'p ketadi. Ne? Yo'q, qanaqa aytsam bo'ladi? Oyiga qarab, ya'ni o'sha qaysidir oy ko'proq rasxod qilib qo'yishim mumkin. Qaysidir oy вообще rasxod qilmasligim mumkin. Shunaqa. Har xil. Da, har xil. Eng qizig'i ham mashinangiz yo'q, lekin mashina olish orzusi bor. Da, конечно. Nima mashina? Hop, gelik yoqadimi? To'g'risini aytaymi? Gelikka nimagadir qiziqmayman. Voy. Qiziqasizmi gelikka? Yaxshi ko'raman gelik. Yo'q, nimagadir qiziqmayman. O'tirib ham bemalol o'sha yurib nima yoqadi hop sizga? Menga bananchik mashinalar yoqadi. Nimaga bilmayman, lekin gabaritli mashinalar bor. Menga unaqa mashinalar yoqmaydi. Menga takoy sportivniy deyiladimi bu mashina, qanaqa deyiladi? Shunaqa mashinalar ko'proq yoqadi. Misol uchun Porsche shunaqa? Da. Voy, tushundim, bo'ldi. Yumka bilan hayb ketyapti, qanaqadir. Shu bo'yinglar qachon bo'ladi deb so'rashyapti hamma. Bo'y bo'ladimi yo'qmi? Bo'lsinmi? Ha? Junetda сразу я для тебя раскрыл, u boyec qiz ekan bu. Biladilar. Nechta sportsmendan chiqargan, qora bel bor. Shunaqa. Bo'ladimi bo'y? Yo hozirga chiqib ketadimi? Endi bu narsa yumkani o'zini tushiga qarab to'g'risini aytadigan bo'lsam, jahlimni chiqarsa deb boshqa qilsam, yo'q, hazillashaman. Yo'q, o'zi bu narsa o'sha hayb bilan bo'lib ketib qoldi. Aslida o'sha aytganimdek, g'ulom hazil bilan shuni kamerani olib keldi menga. O'shanda
Endi men qaytmayman-da hech narsadan. Qaytmas qizlar bo'ladi, shunaqa ro'man ozgina. O'sha olib kelganda men ham yo'q qo'rqaman demanda, farqi yo'q deb yuraverdimda. Endi yumkani xohish va talablariga qarab yumka. То есть серьезно bo'y bo'lib ketishi mumkin. Maybe. 50-50. 50-50. Hozir sovchilardan tinchlik bormi yo'qmi? Yigitim yo'q deb siz oxirgi marta. Hozir ham bizga ham aytdingiz. Biz ham kursda bizni bolalar yigiti yo'q ekan, haqiqatan ham. Administratorga pastoyan telefon qilishar ekan, sovchi yo'q, adresini ayting. Lekin bunaqa bolalar bilan серьезно gaplasha olmayman dedi. Gaplashadigan bola primoy gaplashish kerak dedilar. Так что yana bittasida yana znak. Qanaqa bola yoqadi? U qanaqa bo'lish kerak? U mana o'tiribdi-da, mana sevib qoldi sizni. Sevib qolish bilan ish bitmaydi. Da? Серьезно bola, hozir o'zingiz aytganingizdek, ya'ni o'zim aytganimdek, tars ishni joyida hal qiladigan, o'ylab bo'larmikan, bo'lmasmikan. Sizdan ruhiy kuchliroq. Har taraflama. Mendan har taraflama. Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, mendan har taraflama. Ham ma'naviy, ham moddiy. Xo'p. Och oyda yetish kerak. Pul baxt olib kelar ekanmi? Ha mana. Yaxshi pul ketdi, uydagilarga yordam beraman deyapsiz. Pul komfort olib keladi, lekin baxt emas. Men shuni hisoblayman-da. Bonu, Mehrini Sobonu, to'liq videomiz Pul News YouTube kanalida chiqdi. Mazza qilib gaplashdik, shu polniy biografiyalarni o'tib chiqib, bolalarni ham gaplashdik. To'ylarni ham, urushlarni ham. To'yim bo'layotganini ham aytdim. Da, kirib tomosha qiling. To'y datasini bilib olasizlar. To'y datasini bilib olasizlar. Bu videoga like bosib, uzoqda qo'llab-quvvatlayver. Bonu tanishgandan xursandman. Ishlaringizga omad. Rahmat. Endi mashina olganingizda, eshitib obzor qilamiz. Nima mashina Bonu oladi deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Yozib qoldiringlar. Fikringlarni yozib qoldiringlar. Yaqin orada mashina olmoqchilar. Little'lar hammadan kuchli. Omad. Charchamang.